Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar bir hafta yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi 35-bobni bir qatim ko'rib o'taylik. Oldi bilan olamning yaratilishi 35-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Xudo Yaqubga: "Sen akang Asavdan qochib Haranga manganingda Baytal shahrida sana ko'ringan Xudo men bo'laman. Sen hamni Baytalga berib, u yerda turib qol va men uchun bir qurbonlik supisi yasa" dedi. Bu chaqda Yaqub o'z oilasiga va uning bilan birga turayotganlarga: "Sizlar butlaringlarni tashlab etib, o'zinglarni paklab, pokiz kiyimlarni kiyinglar. Biz bu yerdan ayrilib Baytal shahriga boramiz. Men u yerda Xudoga atab bir qurbonlik supisi yasamoqchiman. Chunki men qiyinchilikqa uchrab musofir bo'lib yurgan vaqtimda Xudo menga yordam qilib, menga yor bo'lgan edi" dedi. Bunun bilan ular bütün butlarni va quluqidagi halqalarni Yaqubga topshirdi. Yaqub bu narsalarni Shekem shahriga yaqin joydagi dub daraxining tubiga ko'mib qo'ydi. Yaqub va uning o'g'illari yo'lga chiqqan vaqtda Xudo atrofdagi shaharlarning xalqlariga qo'rqinch selib, ularning keyindan qo'g'lashga jur'at qila olmaydigan qilib qo'ydi. Yaqub bütün oilasilar bilan Qanon rayonining Luz degan yeriga, ya'ni hozir Baytal deb ataladigan joyga yetib keldi. Yaqub u yerda bir qurbonlik supisi yasab, u yerni Al-Baytal, Baytaldagi Xudo deb atadi. Chunki u aksidan qochib Haranga manganda Xudo u yerda uningga ko'ringan edi. Baytalga kelgandan keyin Rabaqaning inikonisi Debora vafot bo'ldi. U Baytalning janubidagi cho'mir dub daraxining tubiga dafn qilindi. U daraxt Allon Baqut, ko'z yoshi daraxti deb ataldi. Yaqub Padan Aram rayonidan Baytalga qaytib kelgandan keyin Xudo uningga yana ko'rinib baxt ato qilib: "Buningdan keyin Yaqub emas, Isroil atilsan" dedi. Shuning bilan Xudo uning ismini Isroilga o'zgartganligini takrorladi. Xudo uningga: "Men hamma-qodir Xudodirman. Sen nurg'un avlod tepib ko'paygin. Nurg'un xalqlar sening naslingdan barliq keladi. Sen nurg'un podshohlarning bobosi bo'lasan. Men Ibrohimga va Ishoqqa va'da qilib bermoqchi bo'lgan zaminni sana va sening avlodingga taqdim qilaman" dedi. Xudo bu so'zni qilib bo'lib Yaqub bilan so'zlashgan yerdan ayrildi. Yaqub Xudo o'ziga so'zlagan joyda bir xotira tosh tikladi. Uning ustiga Xudoga atab sharob va yog' to'kdi. U Xudo o'ziga ko'ringan bu joyni Baytal, Xudoning uyi deb atadi. Yaqub va oilasilar Baytaldan yo'lga chiqib, Afrata shahriga oz qolganda Rahilaning to'lg'iga tutib tug'ut qiyin bo'ldi. To'lg'oq chidag'isiz qattiq kelganda tug'ut onasi uningga: "Qo'rqma, yana bir o'g'il tug'san" dedi. Uning jeni tumshug'iga kelib, nafsi to'xtay deganda balasiga Benoni, qayg'uliq o'g'lim deb ism qo'ydi. Balaning dadasi bo'lsa uningga Benyamin, omadli bala deb ism qo'ydi. Rahila vafot bo'lib Afrataga, ya'ni hozir Betlehem deb atalgan shaharga mang'adigan yo'lning bo'yiga dafn qilindi. Yaqub Rahilaning qabrisining ustiga bir tosh obida qo'ygan edi. Bu tosh hozirgacha bor. Andin Isroil o'z safarini davomlashtirib Migdal Eder degan yerdan o'tib chedirini tikdi. Isroil u yerda turgan vaqtda uning tunji o'g'li Rubin otasining kichik xotini Bilha bilan bir o'rinda yetib zina qildi. Isroil buningdan xabar topdi. Yaqubning 12 o'g'li bo'lib, Liyahdan tug'ilganlari tunji o'g'li Rubin, andin Simon, Lavi, Yehuda, Saskar va Zabulonlardir. Rahiladan tug'ilganlari Yusuf va Benyamindir. Rahilaning dediki Bilhadan tug'ilganlari Dan va Naftalidir. Liyahning dediki Zelbadan tug'ilganlari bo'lsa Gad va Asherdir. Bu o'g'illarning hammasi Padan Aramda tug'ilgandi. Yaqub atası İshaqning yeniga, ya'ni Mamre degan yerga keldi. Mamre bo'lsa Kirat Arba, ya'ni Ibronning yenida bo'lib, bu dal Ibrohim bilan Ishoq turgan joy edi. Ishoq 180 yosh umr ko'rdi. U uzun yashab ajdodlarning qishiga ketdi. Uni o'g'illari Asav bilan Yaqub dafn qildi. Xo'sh qarindoshlar, bugun olamning yaratilishi 35-bobni ko'rib o'tmoqchi, endi mazmunga kelsak, Allah bilan kechiringlar, men mijozim yo'q, ya'ni kekardagim endi yaxshi chiqmayotdi, shunda sabr qilib anglab tugdishinglarni umid qilaman.
Biz avval bugungi mazmunni boshlashdan burun, ya'ni oldingi bab mazmunni biz tugatganlik, keyingi babdan chiqadi deb, ya'ni tamomlaymiz deb turib tugatgandan keyin yana bir qatim yig'inchoqlab baqsaq, oldingi qatim mazmunning qanaqa mazmun ekanligini ko'rgan bo'lsak, biz uning hamda shu mazmunni ko'rib o'tgan bo'lg'achqa baholag'ach xulosalab chiqsak, oldingi bab yana 34-babda Yaqubning qizi yana birdan bir qizi Dinaning Şekem tarafidan basqınçılık uçurgan vaqasini biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni shu Dinaning basqınçılık vaqasiga nisbatan Yaqubning pozitsiyasi va uning akilarining qilgan ishlarini biz ko'rib o'tgan. Ya'ni Yaqubning ishni cho'ngaytmaslik uchun sukut qilishi, ya'ni ishdan, ya'ni mas'uliyatsizlik bilan bu ishni shuna yepib qo'ymoqchi bo'lgan, ya'ni ishni cho'ngaytmaslik uchun o'tib ketmoqchi bo'lgan o'xshash bir mas'uliyatsizlik bir ifodasi. Ya'ni bu nima desak, bu bir lider, mayli bir davlatning lideri boshlig'i bo'lsin, va yoki bir oilaning boshlig'i bo'lsin, va yoki bir guruhning yetakchisi bo'lsin. Bularning qilgan kichkina bir mas'uliyatsizligi yoki bularning qilgan har bir qarorlarning atrofidagi odamlarga, ya'ni o'ziga tava bo'lgan shu odamlarga qanday ta'sir qilganligini biz yana mushadan ko'rib o'talaymiz. Masalan, bu ota-onaning balaga ham ota-onalarning qilgan ishlarining balaga ham qanday ta'sir qilganliklarini ham bularning, ya'ni Yaqub va oilasi orqali men buni ko'rib chiqa olamiz. Shuning uchun biz endi bir kollektiv ichida, chunki inson yolg'iz emas, ya'ni yolg'iz yashab ketamaydi inson, bir ijtimoiylikga ega inson. Shunga o'xshash kollektiv ichida bir oldi bilan bir oilada yoki bir xizmat o'rnida bo'lsin va yoki boshqa jamiyatda bo'lsin, har bir nimasida bir kollektiv bilan bir o'rnima deylik. Shuningdek, shunday ahvol ostida bir odamning qilgan nimasining boshqalarga qanday ta'sir qilganligi, nima ham bular orqali biz yana nurg'un ishlarni bular orqali, ya'ni nima deymiz, bog'lab turib, nurg'un narsalarimiz barpo olaymiz. Ammo bu yerda bir qizning, Yaqubning qizining, ya'ni va'dalashmagan bir qizining numusiq tegishi, boshqalarning bosqinchilikqa uchrashi bilan uning otasining, bu qizining bu ahvoliga nisbatan bir nima deymiz, mas'uliyatsizlik qilishi va bu mas'uliyatsizlik tufaylidan uning o'g'illari, ya'ni akalari, qizning Dinaning o'z akalari va yoki boshqa, ya'ni bir qo'rsoq emas, ya'ni ota bir boshqa qo'rsoq qarindoshlarining ham bu ishni pilt qilib turib, bu ishni vasf qilib turib, ularning qilgan shu qabihligi, ya'ni qabih ishlarni biz ko'rib o'tgan edik. Shunga o'xshash endi bu muqaddas kitobga qaraymiz, bu Ko'nahdilam, bu basqınchilik vaqasi 4-5 yerda, ya'ni cho'ng hisoblaganda 5 qatim uchraydi. Buni biz yana oxirsida, ya'ni biz abay o'qiyotgan vaqtimizda, ya'ni Yaqubning tunji o'g'lining uning kichik xotini bilan bir zina qilganligi aytib mazmun chiqqan vaqtida buni qaytadan takrorlaymiz. Shuningga o'xshash endi demakchi, bu basqınchilik vaqasiga, ya'ni Xudo har vaqt aciz, miskin, shunday bir ovozi chiqmagan jamiyat tarafidan chatqa qilgan, ovozi bostirib etilgan shunday xalqlarning bir tarafida, ya'ni ularning qadr qimmati bilan, ularga muomala, ya'ni ularga qadr qimmati bilan Xudoning ularga qanday bir qimmatli muomala qilganligini biz ham bu yerda bir anqirab chiqishimiz to'g'ri keldi. Chunki Yaqubning bu xatoligi, ya'ni Yaqubning bu, ya'ni qizining ishiga, ya'ni qaysi qizining ishidan o'zini, ya'ni jimib olishini, sukut qilishi, o'g'illarining, ya'ni o'g'illari, ya'ni boshda buning Dinaning o'zining o'z akalari buni ilmiy so'zlar bilan, ya'ni men o'ltirayotganimni ilmiy so'zlar bilan xatni qildirib, xatni vosita qilib turib, ya'ni Xudoning amri bo'lgan shu xatni, bu xalqning Xudoning Isroil xalqining aloyligi bo'lgan shu xatni vosita qilib turib, bular chat xalqqa, ya'ni boshqa bir xalqqa qilgan shunday bir, ya'ni ilmiy so'z orqali qilib chiqqan harakati bo'lsa, qabihlash, o'ltirib o'tish bo'ldi emasmi? O'ltirayotgan keyin boshqa huquqlari bo'lsa, Dinaning boshqa huquqlari bo'lsa, ya'ni u joyni bulang-talang qildi. Ya'ni bu oldingi qatim degan vaqtimiz balki demagan, bu nimani ko'rsatdi desak, bu Dinani qutqizish uchun, dinani aqlash uchun, dinani bu nomus uchun yepish uchun qilgan ish emas bularning. Boshlanishidilla bular o'zlarining havoyi havasi, o'zlarining amalga oshirmoqchi bo'lgan havoyi havasi bo'lgan shu maqsadga erishish uchun bularning dinaning vositasini tutib turib, bu hatto Xudoning amrini tutib turib, bu shakamliklarni
Şekem ve onun ailesi ve onun halkadakilerini öldürüp ulanı bulan talan kılıp bay mal mülk bolsun, mal varalları bolsun, kızlar bolsun, ballar bolsun şuna bulap çıkan emas mı? Bu kağını nime dese bu herkes dina tarafta durup bulanın karşımız. Çünkü dinadan bular sorap koymaydı yoki bu yerde dinanın avazı çıkmaydı. Dinanın bir tane sübiyede qanaq söz qilgan, qanaq inkos qilgan, qanaq pozitsiya bildirgan o'sha bir tane söz chiqmaydi. Bu hammasi birisi Yaqubning mas'uliyatsizligi tufaylidan akalarining o'z oldiga o'zlarining shu nimasi bo'yicha mol-mulk bulash, mol-mulkka erishish, u joydagilarning bilan mol-mulklarini bulang-talang qilish uchun bir qilgan ishi. Ya'ni shu avaz uchun shu mal-mülk şu narsalarga bo'lgan havas uchun bularning qilgan ishlarini biz ko'rib o'talaymiz. Ya'ni shu otaning shu o'g'illari deganga o'xshash Yaqubmi dastlabda akasining tunji o'g'illik miros huquqini ailasining nom obro' shuhratini ta'dib etish uchun qilgan bo'lsa, otasining xayrlik duosi, baxt duosini erish uchun, ya'ni o'zining qilish uchun akasini aldab qilgan emasmi? Shuning o'xshash shu otaning shu ballalari deganga o'xshash bu yerda Yaqubning ballarimi bularni ko'rganlarni olgan tarbiyasi bo'yicha chiqqan bularning harakatlarida chunki bularmi o'zining ya'ni dadasi bo'lgan ya'ni onalarining otasi bo'lgan shu Labanning uyi turgan vaqtidami Labanmi ham Yaqubni qanday aldiganliklarini ham bular ko'rib cho'ngan o'zaro aldamchilik bir muhit ichida çoğungan emasmi? Şunun o'xshash ham shunaqla bu aldamchilikning tegi mohiyati bo'lsa, shu mol dunyo sababidan bir-birini aldashib, shu mol dunyoni talishib yurib qilgan shuna bir muhitda, shuna bir nima ko'rib cho'ngan boshqa bularmi? Shuna bir ana shu mol dunyo, mol nimalariga ko'z qizartganligi uchun bu yerda dinani qo'g'dab, dinaning nimasini qilish uchun emas, balki bu yerda o'zlarining havasini qandirish uchun, ya'ni o'zlarining maqsadini qandirish uchun, yetmoqchi bo'lish uchun bularning dinaning piltisini qo'llanib turib, hatto Xudoning amrini qo'llanib turib, hatto bular oxirida deydi, qizim, ular singlimizga fohishalik qilgan muomala qilsin deb turib, o'zlarining qilgan harakatining hatto naqadar haq ekanligini ko'rsatish uchun hatto shuna gaplarni qilib turibmi qilgan bularning qilgan ishlarini biz ko'rib olamiz. Buni nima uchun bunday tahlil qilamiz deyapmiz? Buni ya'ni muqaddas kitobdagi boshqa bir ya'ni 4-5 qatam uchraydi dedim emasmi? Shu shuna bosqinchilik voqeasini ko'rgan vaqtimizda bularning ritmi, boshlanishi va bularning jarayoni hatto oqibati deganlik nihoyatda o'xshash bir pattern nimani bağlab, yani o'xshash bir laynda mang'duda, ya'ni o'xshashlikqa ega. O'shalarning bir hammasini solishtirib kuzatib chiqsak, bu voqealarni texmi yaxshi tushuna olamiz. Chunki biz dedik, bu bosqinchilik voqeasi uchragan vaqtida buning asli markazlashgan, ya'ni asli ovoz chiqadigan odam kim desa, bosqinchilik uchiruvchi Dina bo'lishi kerak edi, lekin bu yerda Dinaning hech qanday bir ovozi yo'q. Holatda bu akalari bilan otalarining shuna bir qilgan ishlari, bularning chiqargan ishlari shularni ko'rib o'tdik degandek shunday ishlar bo'ldi. Undan bo'lsa bular ham Yaqub yani oxirsida akalarining bunaqa ishlariga nisbatan nima deydi desanglar, men balog'atdiqdanlar ular menga o'shmanlik qilsa, bizning odamimiz oz, ular bizni alay qilib etishi mumkin, alay qilib etadi, hujum qilib qolsa deb shunaqa bir qo'rqinchda tuygan emasmi? Dal shunday vaqtda endi bugungi 35-bobda bo'lsa, Xudo Yaqubga ko'rinib, endi Xudoning bu ishni hal qilish uchun Yaqub chunki bu yerda biz oldingi bobda endi qilsak, bu Shekemda turib, Shekemning ziminini o'zlari evilib yetishdirdik emasmi? Men oldingi qatim degan Xudo nim davotida nim qoldi, qanday Xudo deganlarimiz ko'rib chiqamiz deyapmiz. Lekin bu 34-bobda hech bir Xudoning ovozini, Xudoning nimasini ko'rmadik, shunaqmi? Bu vaqtlar balki Shekemni bu setib olgan vaqtlar bo'lsin, bu Yaqubning bu yerda izchil, ya'ni Xudoning yetaklishini so'rab, ya'ni Xudo uni aksidan qutqazdi, qiynatisi Labanning qutqazdi, ashuna qilib bu ya'ni yarashtirib munosabat hammasi nihoyatda yaxshilanib iziga tushgan vaqtida, ya'ni hayotining tinchlik ichiga o'zi bir xotirjamlik tushgan vaqtida bu Xudodan so'rab, Xudodan aqaldi, ya'ni yetaklishini so'ramasdan Yaqubning o'ziga, ya'ni Shekemdan zimina deb shu turib qolganligini biz ko'ramiz. Shuning ikki yuz bergan ishmi ham bu ham. Shuning o'xshash, ya'ni bu yerda biz ya'ni ko'rib o'tgan bir nuqta nima desa, inson shunday, ya'ni ishlari joyiga tushgan vaqtida o'zi bir tinch his qiladigan, o'ziga bir tinch muhit his qilgan yerida bo'lsa, inson asalla, ya'ni Xudodan
so'rashdan, Xudoga tayanishni unutib qoladi. Ya'ni tinish bo'lgandan keyin men qilaverman, ya'ni ishlarim normal joyda deb, ya'ni o'zining o'y fikrlari, o'zining xiyoli bo'yicha ma'nodagi inson ana shunday bir ojiz mavjudot. Shuning o'xshash Yaqubning bu yerda Xudodan hech qanday bir so'ramasdan, Xudoga duo qilmasdan, Xudodan o'zining oldidagi yo'llarini qilmasdan, shakamda turib, bu yuz bergan ishlarda ham o'zi Yaqubning ovozi bilan bir ya'ni ojiz holatda, ya'ni bir passiv holatda turganligini biz bu yerda ko'rib o'tgan edik. Ona bo'lsa bu 35-bobda ana shunday Yaqubning ana shunday bir passiv holatida, Yaqubning ana shunday bir holatida Xudo Yaqubga ko'rinib, ya'ni har bir Yaqubning bir qo'rqinish ichi tushgan vaqtida Xudo Yaqubga ko'rindi bu yerda. Ya'ni Yaqub Xudoni chaqiramiz, Xudo aktivlik bilan Yaqubni izlab keladi. Ya'ni Xudo Yaqubning hozirgi kayfiyatini, ruhiy holatini, hozirgi ahvolini aniq bildigan Xudo o'zi Yaqubni izlab keladi. Xudo ana shundan o'zi so'ygan bandasining u qanaq nim qilgan bo'lsin, ya'ni Xudo bizning har ahvollarimiz, har ruhiy kayfiyatlarimiz bo'lsin, bizning har biz tushib qolgan ahvollarimizning hammasini Xudo o'zi bilib, o'zi bizdan, ya'ni bizdan narigiz o'zini boshqa ko'rmaydigan Xudo. Ya'ni biz o'zimiz Xudoni topmagan, balki Xudo o'zi kelib bizni chaqirib, bizni o'ziga mansub qilganligini, bizni o'ziga tava qilganligini, Xudo o'zi bizni topganligini biz hammamizga ayon. Balki etkatchilarning ko'pinchisining shunday bir nimasi bor. Shuning o'xshash, ya'ni Yaqub mana shunday, ya'ni qo'rqqan emas, mana shu nimadagilarning Allohga o'zlarining hujum qilib, ya'ni Alloh qilib ansirgan emas, meni qanonliqlar, farziylar, ya'ni boshqa qabilalarning ularga o'shmanlar qilishidan qo'rqqan. Mana shunday vaqtda Xudoning ko'rinib, ya'ni qanday holatda ko'rindi desa, bu Yaqubning mishadagi, ya'ni qalbiy holatining nihoyat bir qo'rqinish, ya'ni aksidan qochqandagi vaqtiga o'xshash bir holat ekanligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni sen akang Asavdan qochib, Aranga manganingda Baytal shahrida sen ko'ringan Xudo men bo'laman. Baytalga berib u yerda turib qol va men uchun bir qurbonlik siyasa deb Xudo Yaqubning mush holatida qo'rqinishga besib qolgan, qo'rqinishchi vahima tushgan mush holatida Xudo unga ko'rinib, uni bu joydan yo'tkilib o'zi ko'rsatgan joyga berishini shu vaqtda Xudo o'zi Yaqubga shuna chaqiribmizmi? Ya'ni Baytallik Xudo deb turib o'zining Baytal ko'rgan. Ya'ni tunji qatim Yaqub ko'ringan vaqt, ya'ni tunji qatim Yaqub aksidan qochib, menga vaqt biz ya'ni 28-bob 12-oyat uchraydi. Shu aksidan qochib Aranga qarab yo'l olgan vaqtida, beshiq tashin qo'yib uxlagan vaqtida, ya'ni osmondan yerga tutishadigan shunday nimada farishtalarning tushib chiqib turganini biz ko'rgan emasmi? Shu vaqtda Xudo uning deydi emas, men bu vaqt Ibrohim atang e'tiqod qilgan Xudo bilaman degan o'xshash. Ya'ni men sana bunday qilman deb o'zining, ya'ni burungi Ibrohim ahdisi, Isoq ahdisi deganlardagi mazmunlarni Yaqubga yetkazgan. Ya'ni jakarlagan vaqt ham shunday Yaqubga, sen qayerda bo'lsang men seni qo'g'dayman, seni bu yerga ham qaytarib kelaman, sana bergan va'dam ishga oshirmay seni hargiz tashlamayman deb turib Xudo uning va'da bergan vaqt emasmi? Ham Yaqub, agar sen meni qo'g'dasang, men yemak-ichmak, kiyim-kechak yetkazib bersang, meni omon-eson qaytarsang, men sana menga erishmayman deb Yaqub o'zimi qasam qilgan. Hem bu Yaqub tunji qatim ya'ni bu yerda qo'rqib ketib bo'ldim degan qo'rqinish joy degan mesela biz Yaqub o'zining ya'ni Xudoni tunib yetgan, ya'ni o'zining gunohkor ekanligini, haqiqiy Xudo bilan personal munosabat o'rnatgandagi shu voqeani biz 28-bobda ya'ni Baytal yuz bergan voqea deb ko'rgan edik. Shunga o'xshash tunji qatim Yaqubga ko'ringan Xudo, Baytalda ko'ringan Xudoligini bu yerda jakarlab turib, ya'ni men sen Baytalda ko'ringan Xudo bo'laman, endi sen Baytalga berib turib qolib, mushu qo'rqinishidan Yaqubni yetaklab Baytalga berishiga Yaqubga buyruq, ya'ni chaqirishi. Bu vaqtda ham Yaqubning pozitsiyani, inkosini ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu yerda Yaqubning qilgan ishi nima desa, birinchi bo'lib, ya'ni Xudoning so'zini anglagan aman. Burun bo'lsa Yaqub qana qiladi, Xudoning har bir so'zini qilgan aman. Yaqub cho'qim o'zining talabini bitan qo'shadigan. Birinchi qaytgan, agar sen yemak ichmak, kiyim-kechak bersang, men başa amanisan qaytarib kelsan, men sana menga agishman. Yeni bir qatimdimi ya'ni Xudolarning qavt saman baxtada qilmoysan, men sen qo'yatmayman degan o'xshash. Endi Yaqubning mijozida, Yaqubning nimasi qaranganda bu hargiz Xudo buning buyruqqa, Xudo buning so'z qilgan vaqtida Yaqub shuni o'tkazib yetadigan Yaqub
emas edi-de. Bu vaqtda bo'lsa Yaqub Xudoning so'zini anglagan hamon nim qildi desa, oilasidagilarga va shuni uning bilan birga turganlarga, oilasidagilarga va birga turganlarga butlarni tashlab, chunki Rahila, kichik ayol Rahila otasining butlarini ep mangan emasmi? Shuning o'xshash Yaqub deydi, sizlar butlaringlarni tashlab etib, o'zinglarni paklab, paks kiyimlar kiyinglar deb, ya'ni oilasidagilarni, atrofdagi manganlarni o'zini paklashini Xudoning oldida o'zini paklashini, ya'ni yo'lga chiqishdan burunlab, Xudo ko'ringan hamon bu Yaqubning qilgan ishi o'zini oilasidagilarni va atrofdagilarni paklab yo'lga chiqqanligini biz bu mazmundan ko'ra olamiz. Bu yerdan ayrilgan, ya'ni yo'l chiqishdan burunlab, bular mushu joydan boshlab o'zini paklab yo'lga chiqib, ya'ni butlarni tashlab yo'lga chiqqanligini biz ko'ra olamiz. Bu yerda butlarni tashlanglar, qulug'inglardagilarni, ya'ni qulug'idagi halqalarni Yaqub topshirish ayni vaqtlarda Musa payg'ambarni kelib ko'rsanglar, ya'ni cho'l qonun sharhi degan o'xshash mazmunlarni ko'rsanglarmi, bular nima qilgan desa, bular shu altın, ya'ni quloqlardagi bo'yinlari, ya'ni zibuzinatlar, altın zibuzinatlar, kumush zibuzinatlar, shulardan boshlab but yasagan emas, butning qilgan emas. Shuning uchun bular shuning oldini olish uchun barliq quloqdagi halqalarni bo'lsin, ham bular butun butlarni bo'lsin, hammasini tashlab, ya'ni bir yerga ko'mib qo'yib yo'lga chiqqanligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Chunki Xudo biz qonun shariy qarasaqmi, Misrdan chiqarsaqmi, Xudo deydi faqat va faqat mangal ibodat qil. deb Xudo, ya'ni men hasad qilg'ich Xudodirman deb turib, ya'ni boshqa narsalarning, boshqa butlarning Xudo bilan, ya'ni Xudoning shu muqaddas pok huzurida ibodat qilg'uchiga nisbatan, ya'ni boshqa bir Xudodan boshqa qimmatlik o'ziga ustun qo'ygan ayni vaqtlarda but, ya'ni qo'yma but, o'yma but degan o'xshash ayni vaqtlarda hozirgi buddizmlarga o'xshash bir shakl butlari bo'lgan bilan, endi hozirgi davrimiz bilan hisob qilgan vaqtimizda, hozirgi davrimiz bilan bularni o'ylab o'tganimiz but degan nima desa, hozirgi davrdagi insonlarning buti texmi ko'p. Pulni eng ustiga o'rin qo'yib yashaydiganlarga nisbatan pul ularning buti hisoblandi. Va yana ba'zilarga nisbatan o'zining xushallig'i, voy bu hayot shundoq ekan, men o'zim yeb ichib xushal-xo'ram o'tkunim shu, menga nisbatan shu kifoya deb turib yashaydiganlar, ya'ni o'zining arzu xohishi, o'zining qilg'isi kelsa, o'z xohishi bilan o'zining lam xiyoli bilan o'zini o'ylab yashaydiganlar nisbatan ular o'zining buti, ya'ni o'zini Xudoning o'rniga qo'yib olgan o'xshash shuna but hisoblandi. Shuning uchun yana ba'zan nom shuhratni hammadan ustun o'rin qo'yib turib, ya'ni Xudoning amr farmonlaridan qarag'andan ko'proq holatda ana shunday nom shuhratni va yoki atrofidagi odamlarni shuna halqa qimmatli ko'rib, ularni Xudodan bakara qimmat ko'rganlar, ularning o'sha narsalar ularning bu hisoblanadi. Masalan, biz yangi qarsaqmi, bir yosh Hazrat Iso kelib so'raydimiz, menga erishishim uchun qanday qilishim kerak desa, Hazrat Iso deydi, siz butun mol-mulkingizni bir qo'yib kambag'allar bilib berib, andan keling desa, u kishi ketib nayt mayuslan olib ketib qolamiz, chunki uning mol-mulki nayt ko'p edi deydi. Shuning uchun mol-mulk uning buti bo'lgan. Yana birisi kelib, yana shogirdlar chaqirdi deydi. Atamni nima deydi, qabrligining qo'yatgandan keyin uni kimasiga agishay desa, shuning bilan Hazrat Iso o'liklarning qilsin degan o'xshash deydimiz. Ya'ni ota-onasini mendan ustun ko'rganlar ular menga agishamaydi degan o'xshash mazmunlar bor. Bu yerda ota-onani qilish emas, bu yerda demoqchi bo'lgan nima desa, hammadan o'zimizning qalbida, o'zimizning taxtida hammadan ustun o'ringa, hammadan muhim deb turib qo'yishga teshib bo'lgan kishi kim desa, Xudo. Ya'ni hammadan qimmatli bo'lgan, qalbimizda birinchi bo'lib o'ylaydiganimiz, birinchi bo'lib biz qadrlash tegishib bo'lgan, birinchi bo'lib biz hurmatlash tegishib bo'lgan, aymlash tegishib bo'lgan, biz orzu qilish tegishib bo'lgan, biz erishishga, izlanishga tegishib bo'lgan birinchi bo'lib o'ylaydiganimiz kim bo'lish kerak deganimizda, ya'ni Xudo bo'lish kerak degan mishadan bir qatim qisqacha ko'rib o'taylik. Shuning o'xshash Yaqubni bu yerda bu hech qachon bunday xalqi paklab Xudoning degan so'zidan keyingi bunday pozitsiyasini biz ko'rib baxma oldin qatimlarda. Bu yerda Yaqubning musha ishlardan keyingi ham yana bir Xudoning oldidagi buning o'zini tuvan tutib, Xudoning oldida tavba qilgan, ya'ni Xudoning oldida nihoyat o'zini tuvan tutib, Xudoning huquqini hurmatlab turib, Xudoning haqiqiy o'zining Xudosi deb turib, o'zini Xudoning oldida paylash bilan birga o'zining atrof, ya'ni oilasigalarni shunday paklanglar deb turib, ularni
ularning kiyim-kechaklarni tapaklab, butlarni ham tashlab qo'zg'algani. Bu yerda uning bir boshlamchilik rolini Xudoga nisbatan bir Xudoning oldida, Xudoning nimasiga nisbatan xalq bo'lish sifati bilan boshlamchilik bir rolni o'ynagan olamiz, ko'ra olamiz. Oldin qatim qizining voqeasida bo'lsa sukut qilgan edi. Endi bu yerda bo'lsa almashib, haqiqatan bu o'zining rol, qilish tegishli rolini joriy qildirgan Yaqubni biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuningga o'xshash, ham Xudo o'zi yo'lga boshlab chiqqan bo'lg'ashqa bularni baytalga berib bir quruqbanlik supsiyasi deb boshlab chiqdi emasmi? Yaqub men bu yerda paklab o'zlarini yo'lga chiqadigan vaqtida Xudoning bu yerga qilgan ishini men desa, Xudo atrofidagi shaharlardagi xalqlarga qo'rqinish salib, ya'ni chunki Yaqub shulardan qo'rqqan emas, ularning o'chmanlik qilishidan, hujum qilishidan qo'rqqan emasmi? Shunga ularning hujum qilishdan saqlab, ya'ni Xudo o'zi Yaqubning va Yaqub oilasiga qo'g'dab, u xalqlarga Yaqublardan qo'rqadigan bir qo'rqinish, bir hayvon ularga saqlanligini, shunday hayvon qo'rqinish bo'lgani uchun bu boshqa xalqlar Yaqublarni qaytadan qo'g'lashga, bular hujum qilishga jur'at qilolmaydigan qilib qo'yganlarimiz ko'ra olamiz. Bunda Xudoning bunday qilgan ishi nihoyat ko'p uchraydigan nada desa, shu qonun sharhi, cho'l bayovandagi ishlar, Yeshua qismini o'qisam, Xudoning o'z xalqini yetaklab mangan vaqtida, garchi bular oz bo'lsin, garchi bularning qana bir ojiz bir to'p bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo bular bilan birga bo'lib, Xudo bularni qana bir hayvat bilan qana bir o'zining qo'g'dishi bilan elib mangan oid voqealarni hayt ko'p. Shunga o'xshash bu yerda Xudo o'zi o'zining hayvati bilan o'z bu Yaqubni atrofdagi xalqlardan qo'g'dab, xalqlarni bo'lsa Yaqublardan qo'rqadigan qilib bularni shu joydan elib chiqib Baytalga elib manganligini, ya'ni Xudo o'zi bularni boshlab Baytalga elib kelganligini ko'ra olamiz. Garchi Xudo Yaqubga bar degan bilan barda qo'yib Xudo o'zi ya'ni qarab turmadi, aksicha bar deb Yaqubmu Xudoning so'ziga binoan itoat qilib o'zini paklagan vaqtida Xudo bular bilan birga Baytaldan bularni boshlab chiqib, Baytalga nima, shu turgan shakamdan bularni boshlab chiqib, Baytalga borganligini, Baytalga qadar elib borganligini, qo'g'dab elib borganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Endi Xudo bular bilan birga bo'lgan Xudo, Immanuel Xudo ekanligini biz bu yerda ko'rib o'tamiz. Mushunga aytmaz bo'ldim men bir qatim ya'ni qonun sharhida asan degandim, ya'ni sizlar agar urush chiqqan vaqtinglarda bo'lsa, ya'ni urushda, ya'ni lapas ko'rib urushgan vaqtinglarda, jang qilgan vaqtinglarda, jangda ya'ni men sizlarga yordam qila olishim uchun, men sizlarni qo'g'da olishim uchun sizlarga chidirlaringlar o'tirlarda qalaymaqan yurmanglar, qalaymaqan o'zinglarni napay qilishlar qilmanglar, chunki men napay bo'lgan yerda turmayman. Shuning uchun har vaqt jang qilgan vaqtinglarda o'zinglarni pay tutinglar. Men u yerda sizlar bilan birga turib sizlarni janglaringlar, ya'ni sizlarni g'alaba qilg'izman, men sizlarni qo'g'dayman degan mazmunni biz burun bir qatim ya'ni Ibrohim vaqtida bir qatim ko'rib o'tgan. Shuningga o'xshash bu yerda yana bir qatim shuni ta'kidlaymiz-ki, Xudo bularni yana shunday qo'g'dab, bularni o'zi yetaklab, o'zi elib manganligini biz ko'ra olamiz. Shuning uchun biz Xudo bilan har vaqt birga bo'lishimiz uchun har vaqt o'zimizni Xudoning oldida tuvan tutib, o'zimizni tekshirib, Xudoning oldida o'zimizning tavba qilganlarimizni tavba qilib, ya'ni pok holatda turishimizning naqadar muhimligini, chunki Xudo gunoh bayida Xudo bilib turolmaydi. Shuning uchun biz o'zimizni Xudoning oldidagi shu nimamizga qarshi diqqat qilishimizga kerakligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shuningga o'xshash bular Baytalga berib bir qurbonlik supsiyasi, bu endi Al-Baytal, burun Baytal deb ataganimiz, endi Al-Baytal deb qurbonlik supsiyasining otini ya'ni Al-Baytal deb qo'ydi. Bu Baytaldagi Xudo deb shuna ya'ni shu Xudoni, shu Xudo turgan joy, shu Xudo deb turib, Baytaldagi Xudo deb shu ataganimiz ko'ra olamiz. Andan keyin bu yerda Ribaqaning inikanisi, ya'ni Yaqubning onasining inikanisi Debora, ya'ni Ribaqa Isoqqa o'ylindigan vaqtida oilasiga qo'shib bergan shu inikanisining bu yerda vafot bo'lganligini deb aytdi. Endi yana bir qatim bir abzas, ya'ni bu babdagi yana bir cho'ng bir abzas nima desa, ikkinchi abzas bir kelsak, ya'ni Xudoning Yaqubning ismini takrorlashi. Bu yerda yana bir muhim narsa uchraydi, ya'ni avval deydi-da, ya'ni Xudo uningga ko'rinib, sen bundan keyin Yaqub emas, Isroil atilsan deydi. Birinchi qatim takrorlagan vaqtda 32-bobda, ya'ni 29-oyat chelishgan vaqtda deydi emas, sening isming bundan keyin Isroil bo'lsin deb deganimiz, sen baxta taqildim deb. Endi bu yerda yana takrorlab, sening bundan keyin isming
Yaqub emas, İsrail bolsun, yani İsrail atılsan dep durup, onun isminin İsrail ekanligini tekrarlaydı emasmi? Bu vaqt Xudo nima deydi desa, birinchilab deydi, men hamma qodir Xudodirman degan gapni endi men kim? Degan şeyni Xudo o'zining salohiyati, kimligi, bütün alemning yaratquchisi bo'lgan hamma qodir Xudo. Yani vahlarda butlar köp, her nimelerinin ilahları var diyen şey. Şuna olsun bu Xudo deydi. Men hamma qodir. Yani bütün dünyanın, bütün alemning yaratquchisi bo'lgan Xudodir men deb o'zining yaratquchi bo'lgan alemning podshohi bo'lgan shu hamma qodirlik shu salohiyati sifati bilan bu yerda Yaqubga shuni ajoyibligini ko'ra olamiz. Ham bundaq men hamma qodir Xudodirman deb Xudo bundaq ta'kidlashidagi sabab nima desa, biz ko'rdigan bo'lsak bu yerda yani alamni yaratilish 17-1 oyda yani İbrahimgami Xudo bir qatim shuni deydi. Men hamma qodir Xudodirman, sening bundan keyin aytgan Abraham emas, İbrahim bo'lsin deb turib Abramning ismini İbrahimga o'zgartgandim. Men hamma qodir Xudodirman deb o'zing hamma qodir Xudolik nomi bilan İbrahimga shu nomini o'zgartgan. Ondan keyin shu va'dasini qilmoqchi bo'lgan ishlarni shu vaqtda jakarlagan, ya'ni amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarni o'zing hamma qodirlik sifati bilan İbrahimga jakarlagan shu ishlarni. Shuningga o'xshash bu qatimmi Xudo 20 necha yil tavlab Xudo Yaqubni mana bu vaqtida ismini qaytadan jakarlab, o'zining hamma qodir Xudoligini bu yerda ta'kidlab turib, bu yerda Xudoning uning bilan yani İbrahim, yani men İbrahimga ve İshaq va'da qilib bermoqchi bo'lgan bu zaminni sana va sening avlodlaringga taqdim qilman deb turib, yani bu va'dasini, ahdisini o'zing amalga oshirmoqchi bo'lgan shu va'dasini bu yerda Yaqubga, yani İsrailga bu yerda yani şu Yaqub İbrahim ahdisining, İshaq ahdisining hamda Yaqubga ulanib, Yaqubga qana bog'langanligini bu yerda ta'kidlab turib, o'zining bu ahdiga ahdini cho'qim amalga oshirganligiga o'xshash shuni o'zining hamma qodirlik, Xudoning hamma qodirlik nomi bilan ta'kidlaganimiz ko'ra olamiz. Bu yerda hamma qodirligini yani Misrdan chiqishda yani Musa payg'ambarga degan vaqtda yani Musa payg'ambarga yani Misrni qana jazolaydiganligini shu va'dasini degan vaqtidami Musa payg'ambarga Xudo o'zining hamma qodir Xudoligini ta'kidlab turib shuni va'da qilganligini biz ko'ra olamiz. Shuningdek, ana bu hamma qodir Xudoman deb turib bu resmiy holatda bir o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan bir jiddiy bo'lgan, muhim bo'lgan va'dasini bu yerda İshaq, ya'ni Yaqubga, İsrailga jakarlaganligini biz bu yerda ko'rib o'talaymiz. Shuning uchun ham bu yerda Yaqubmi Xudoga, ya'ni o'zi so'zlagan Xudoga bir xotira tosh qilib tiklanligini, ya'ni xotira qilib shu bir tosh tiklanligini va Xudoga atab sharaf va yog' to'kkanligini ko'ra olamiz. Bunda xotira tosh tiklaganlar nəhayət köp Yoshua qismi qarasanglarmı bularga Yordan darasini YouTube'dan qavaladım shu xatir tasdiqlagan nimalari bor 8-babda. Misrdan chiqish 24-bab qarasanglarmı shuni xatir tasdiqlaganligiga oid mazmunlar bor. Yani Xudoning bularga va'da bergan oldin qatimda shunday emas, Xudo va'dasini, yani tunji qatim Yaqub bilan personal munosabat o'rnatgan vaqtida Yaqubga shuna va'da qilgan vaqtida, men seni boshdan oxir hamroh bo'lman, seni bu yerga qaytarib kelman, atang Boğan İbrahim, atan İshaqning Xudosi, men sana bunday qilman deb va'dasini jakarlagan vaqtida Yaqubmi shu vaqtini qavatiga xotir tasdiqlagan emasmi? Shunga o'xshash bu yerda Yaqubmi yani shuna Xudoning va'dasini bo'lgan va'da bilan ahdini, yani ahdini biz burungi vaqtlarda deganimizda ahd tuzgan vaqtlarda o'zaro ahd tuzgan vaqtida qilgan urf odatlarni degan o'xshash. Ham shunga o'xshash bir ahdining belgisi, xotirasi sifatida bu yerda. Shuna va'dasining xotirasining sifatida bu yerda bir tosh tiklab, Xudoning shu va'dan qilib, shu va'dani amalga oshirgan degan o'xshash shu Xudoga xotir qilib, Xudoning qilgan ishini xotir qilib, qilgan va'dasiga xotir qilib bir tosh tiklagan bir mazmunni bu yerda ko'rib o'talaymiz. Endi yana bir mazmun bo'lsa Rahila, ya'ni Yaqubning ya'ni yaxshi ko'rgan ayol Rahilaning tug'ib o'lib ketgan ahvol, ya'ni Afrata shahriga kelgan vaqtida ya'ni Yusuf birinchi balasi Yusuf edi emas, hamda ikkinchi balasi Benyaminni tug'dida vafot bo'lganligi uchun buni Benoni deb qo'ygan, ya'ni qayg'uli, ya'ni bu qiyin ahvolda qayg'uchi tuqqan bo'lgan ishga, endi bu lekin bu yerda Yaqub uni Benyamin deb turib, omadli bola deb turib ismini o'zgartirib qilganligini ko'ra oladi. Ham shuni Yaqub bir hamda uni dafn qilib bo'lgandan keyin bir tosh olib tiklab qo'yib, davomli safarga manganligini biz ko'ra olamiz. Endi bu yerda Yaqubning hozir Xudo bilan nihoyat bo'lgan munosabatining nihoyat bir yuqori palaga chiqqan mazmunni biz bu yerda ko'ra olamiz.
bir İbrahimnim degan vaqtimiz uni aytalqi o'g'li Isahni qurbonlik qilgan vaqtida yuqori balayni kolumnasiya qismi degan emas. Bu yer nima ishga deymiz degan vaqtimizda bu yuz bergan ishlar, ya'ni o'z yaxshi ko'rgan ayoli Rahila vafot bo'ldi. Endi oqidan ya'ni o'zining o'g'li biz hozir ko'ramiz. O'zining kichik xotini bilan ya'ni zina qildi demiş. Shuni vaqalar so'zim Yaqub qilchi tamtirmasdan, qilchini qilmasdan, ya'ni Xudodan tayingan, ya'ni Xudodan ustun o'rin qo'ygan holatda, Xudoga tayingan holatda, Xudodan keyin tinchlik ichida bu ishlar ustida tamtirab ketmagan holatdagi birini aytib bir dadil bo'lgan bir Yaqubni, ya'ni e'tiqodidan kelgan shuna bir dadil bir holatini biz bu yerda ko'rib o'talaymiz. Andan keyingi mazmun yana bayon degan o'xshash. Tunji qatimini basqinchilik voqeasi degan o'xshashmi? Bu yerda nima desa, ya'ni chunki Rahila vafot bo'ldi emasmi? Yaqubning kichik xotini deymiz. Yaxshi ko'rgan ayoli Rahila vafot bo'ldi. Rahila vafot bo'lgan, ya'ni Rahilaning dediga bo'lgan Bilha emasmi? Ya'ni Rahila vafot bo'lgandan keyin Bilha hamda o'zi, ya'ni buning xo'jayini Rahila vafot bo'lgandan keyin hamda Bilha qoldi emas? Bilhaga bu o'g'li, ya'ni tunji o'g'li Rubenning bu Bilha bilan bir o'rin zina qilganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Bu zina qilish, endi bu yerda Bilha bo'lsa, Rahilaning dedigi bo'lishi bo'lgan bilan, ya'ni bu bir hisobda Yaqubning xotini. Bu yerda nima deydi desa, tunji o'g'li otasining kichik xotini bilan bir o'rin yetib zina qildi deb turib, bu yerda Rahilaning dedigiligini eskartmasdan, kuchaytmasdan, balki bu yerda Yaqubning xotini ekanligini bu yerda deydi. Ya'ni kichik xotini bo'lsa-mu Yaqub, ya'ni bu yerda Rahilaning dedigi sifatida emas, bu kichik Liyah bilan Rahilaning dedeklarimi rasmiy to'qili sifatida, Yaqubning to'qili sifatida, xotini sifatida, ayoli sifatida ko'rilgan bir nimasi bo'yicha shu an bu nima tunji o'g'li Ruben bo'lsa, otasining kichik xotini shu Bilha bilan bir o'rin zina qilganlik voqeasi yuz berdi. Biz bayon dedik, Yaqubning shu qizi Dinaning voqeasi, bosqinchilik voqeasi qilgan sukut qilishi, ham bu o'g'illarining ham undan keyin o'zlarining o'zining havoyi havas. Sizlar ko'rdinglarmiki, panda nasihatlar, ya'ni Instagramda men panda nasihatlar 10-boddagi, ya'ni 10-boddagi bir oyatni qilib turib, shu yerda nafas degan so'zni ikki xil tushuntirgan. Ya'ni bu nafas degan so'z bizga ibraniy tildan kirgan so'z. Bu nafasning ikki xil nimasi bor. Men degandim, birisi arzu havas. Arzu nafas desa bu yaxshi tarafdan. Ya'ni Xudo bizga ato qilgan, Xudo o'zining irodasi bilan kelgan arzularni bizning qalbimizga solgan vaqtida bu arzu nafas yoki arzu bo'ldi. Ya'ni umid arzu nafas bo'ldi. Lekin buni salbiy tarafdan qaragan vaqtimiz bu havoyi havas, havoyi nafsi, havoyi xohishi bo'lib o'zgartirildi, qo'llandi. Shuningga o'xshash bu yerda hamda bu so'zlarimiz o'xshash nimadan kelgan? Shuningga o'xshash hamda bu kim Yaqubning o'g'illari dal shu vaqt endi Dinaning ishini pilt qilib turib, vas qilib turib, Xudoning so'zlarini vas qilib turib, o'zlarining havoyi xohishini, ya'ni mol dunyoga bo'lgan shu nimasini qondirganligimiz ko'rgan. Yaqubning bu ishga nisbatan to'g'ri bo'lmagan, ya'ni to'g'ri hal qilmagan bu pozitsiyasi oxirgacha, ya'ni bu o'g'illarining turmushida oxirgachalik bu halqi nima deymiz, bir gunohning yildizi, ya'ni bir chunki Yaqub o'g'illariga ulgu bo'lib bu zinoning naqadar, ya'ni Xudoga yerginishga bir ish ekanligi, ya'ni zinoni qanday bir taraf qilishni, ya'ni Xudoning qonuni bilan qanday bir taraf qilish ekanligi. Bundan ishlar nisbatan bir qat'iy holatda haqqoniy iloji bir taraf qilinmagan bu ish oxiri bu ish voqeaga ham sabab, ya'ni bu voqeagichalik ham kelib kelganligini biz ko'ra olamiz. Chunki bu Ruben otasining kichik xotini Bilhaga zino qilganlik, ya'ni bu yerda buni mushah birini bilan qonun bo'yicha qarab o'tmizda bu, ya'ni eri bor bir ayolga bosqin zina, eri bor bir ayol bilan zina qilish, zina qilganlar har ikkilisi o'limga mahkum qilindi. Asli qonun bo'yicha, ya'ni qonun sharhiga qaraydigan bo'lsanglar, ya'ni qonun sharhi 22-bob 22-oyat qaraydigan bo'lsanglar, eri bor ayol bilan zina qilganlar o'ldirilib, shu zamindan bu napaklikni chiqarish, qo'llab chiqarish uchun bularni o'ldirish kerakligini aytadigan shuna bir qonun bor. Ham shunaqla bu yerda shunaqni qavaqtida, lekin endi Yaqubning bu yerda yana qanday bir nim qilganligini biz bu yerda ko'rmadik. Ya'ni bu yerda tilga ilinmaydi, faqat xabar topdi deblar bu yerda voqelik oxirlashadi. Shunga o'xshash bunday bu ishlarga Yaqubning ta'siri bir sezgurlik bilan
muomala qildimi qilmadimi buni biz qilib ketolmaymiz. Lekin bu asli bir zil bo'lgan, Xudoning oldida bu sino, bir eg'ir bir, ya'ni yirginish bo'lgan bir ish. Shundoq bo'lgan bir nimani bu yerda Yaqub faqat xabar topib boshqa hal qilmagan, ya'ni boshqa bir usul qil tadbir qo'llanmaganimiz ko'rib yetalaymiz. Endi bu yerda Rubinning otasining xotini bilan bu yerda zino qilishi nimadan derak berdi desa, bu otasini sharmanda qilganlik bilan tang, ya'ni otasining huquqiga tajovuz qilganlik, ya'ni otasining huquqiga daxl taruz qilganlik bilan barobar bir ish vaqa. Chunki otasining xotinini bilan yetib buni bulg'anlik uchun. Keyin Yaqub baxtilgan vaqtida oxirida chiqdi, mushu olamiyatda shaharda chiqqan vaqtida sen nimamni bulg'ading, shuni sen katishlar nima qilolmaysan deb shuni degandek biz ko'rib yetalaymiz. Endi bu yerda lekin Rubinning qilgan bu ishi otasining huquqiga, otasini sharmanda qilib huquqiga daxl taruz qilgan ish. Buni nereden ko'ra olamiz desak, buning o'xshash voqea nerede yuz berdi desa, Davud oilasi yuz berdi. Serdarlarni o'qisak, Serdarlarda yuz berdi bunday voqea. Bunaq ya'ni bosqinchilik voqeasi biz bayonladik, bashkatda yuz berdi dedik. Buning tipik vakili masjidlar, mana isonlarda bor bo'lgan birisi nima desa, Davudning oilasi yuz bergan ish. Davudning qizi bor, Tamar. Tamarga, ya'ni uning Amnon degan akisi, ya'ni oti bir ana boshqa, ya'ni boshqa bir qo'rsoq bo'lgan shu Amnon akisi. Qarsanlar Samuel, ya'ni 2 Samuel 13-bob 1-oyat qarsanlar shu Amnon Tamarga bosqinchilik qilgan voqeasi bor. Endi bu Amnon shu vaqtida endi shahzodalik, ya'ni Davudning taxtini qancha shuna birinchi o'g'il emas, mana shuna bir o'rinda turgan bir odam. Hatto bu yerda Davud ham bu yerda Davudning qiyirgancha o'zini farq etish qobiliyatini, ya'ni aql par Xudodan kelgan aql parostini yo'qotib berdi. Nadonlarcha bo'lgan qarorlarni nihoyatda jiq o'tkazadigan nimasi Davudning keyingi hayotida nihoyatda jiq nadonlarcha voqea yuz bergan voqea bo'lib, Batsaba bilan zina qilgandan keyin Davud, shundan keyin Davudning Xudo bilan bo'lgan munosabati bo'lgan sari yiroqlashib, Davudning nadonlarcha qilgan qarorlari nihoyatda ko'p. Shuning uchun shu vaqtda Amnon og'ir qolgan vaqtida Tamar o'z qo'li bilan yemak basmen saqi gitman deb Yaqub nima Davudning buni parg'atmasin, nima ma'qul nasibsin deb Tamarni o'zi Davud qizi Tamarni o'zi Amnonning uyiga solab berganga o'xshash bir ishni qildi emasmi? Shuna qilib bu yerda Amnon Tamarga bosqinchilik qilganda bu yerda Tamarning ovozi bor. Tamar bo'lsa bu yerda daqanilash bunaqashining gunoh ekanligini, bunaqas bo'lmaydiganligini, naqadar sharmanda ekanligini, hatto zina qilib bo'lgandan keyin Tamarni qo'g'lab chiqaringlar degan vaqtda bunaqashining naqadar razil ekanligini deb turib bu Tamar askartida izchil nimaning haq ekanligini, qaysining to'g'ri ekanligini izchil bu yerda Tamar jakarlasimi, ammo Amnon qat'iy quloq solmaydi. Davudmi shunda bu vaqtlarda qarasanglar, Pananeset yaqinda biz kuni ko'rganga o'xshash donolik chaqirdi, shaharlarda, darvozalarda, qo'riqlarda chaqirdi, lekin anglaganlar chiqmagan o'xshash, shunga o'xshash haqqoniylik har vaqt chaqirdi. Ya'ni odamlarning og'izlari qiladigan bo'lsin, lekin gunohning ichiga o'zining arzu, xohish, havasining ichiga tushib qolgan vaqtida, bu havasning qulluqqa tushgan vaqtida buni haqqoniylikni, hatto tarbiyalarni rad qildigani shunaqa bir ishlarning bo'lganligini biz Pananesetlardan aytib ko'rganga o'xshash, dal shu bo'yicha buni ko'ra olamiz. Shunga o'xshash Amnon qilchi anglamasdan Tamarni bosqinchilik qilib hatto o'shib ketdi emasmi? Shunday qilgan vaqtida Yaqubning ham bu nima, Davudning ham bu yerda qilgan pozitsiyasi Yaqubga o'xshash. Bu yerda yaxshi bir taraf, haqqoniylash bir taraf qilmaganligidan Tamarning o'z akasi Absalom bu yerda Davudga isyon, ya'ni bu Amnonni o'ldirib etdi, aqdan bu Davudning taxtiga tajovuz qildi, qarshilik ko'rsatdi bu voqealarga. Shu bilan qarshilik qilgan vaqtida Davud 10 to'qilini o'rtada qoldirib qochgan emas, Absalomdan qochib yurgan. Zaborning sanglama Absalomdan qochib yurib to'qqigan she'rlar ko'p Davudning. Shunga o'xshash shuning bilan to'qilini qoldirib o'z qochgan vaqtida Absalommi otasi Davudning taxtiga qolganligi uchun, tavratganligi uchun shu yerda 19 bilan o'g'zida Isroil xalqining oldida zina qildi emasmi? Otasini sharmanda qilish uchun, huquqini tajovuz qilish uchun bu qilgan ishini biz shu yerda ham ko'rib o'talaymiz. Ya'ni buni 2 Samuel, ya'ni Samuel 2-xat 22, ya'ni 16-boblarda bu voqealar tafsili bor, keyin o'qib baqsanglar, ya'ni birlashtirib o'qib baqsanglar bo'ldi. Endi demakchi nima desa, shu vaqtda Davud voqeasi, ya'ni Davudmi o'zining oilasi yuz bergan bosqinchilik voqeasiga to'g'ri va
haqqaniylarcha bir taraf qilmay bu yerda pilti bo'lib bu ish yani o'zining o'g'illarining ichida qana bir ishlarning yuz berganligini biz ko'ra olamiz. Yani o'g'li Absalommu Davudni sharmanda qilish uchun to'qanlarga, yani shuni qilgan zina qilganlarga o'xshash, bu yerda Yaqubning tunji o'g'li Rubenmu Rahilaning dediği bilan, yani Yaqubning kichik xotini Bilha bilan zina qilganligini, yani buning atisini sharmanda qilganlik bilan baravar ishganligini biz bu orqali ko'ra olamiz. Hem bu yeni niyada göründü dese, Davud vafot bo'lib o'g'li Sulaymon taxtga chiqqandan keyin Davudning 4-chi o'g'li, 3-chi o'g'li bo'lsa Absalom emas, Absalom o'ldi. Ham 4-chi o'g'li Adoniya asli tunji o'g'il miras yani taxtga o'tirish kerak edi, lekin tunji o'g'li yani qolgan o'g'li, yani eng cho'ngi, qolgan o'g'illarining cho'ngi taxtga o'tirish kerak edi. Shu vaqtda qolgan o'g'li, yani tirik hayot qolgan o'g'illarining tunjisi Adoniya edi. Adoniya taxtga chiqmay, balki Sulaymon taxtga chiqqan emasmi? Sulaymon taxtga chiqqan vaqtida bu Adoniya, yani Davud qiyirib qolgan vaqtida uning shunimli qiz Abshakni, yani akab yuramiz, Davud ismoatdi deb qarol ahvoldan xabar olish uchun shu qizni xotinlikqa berishni talab qilamiz. Davudning o'g'li Adoniya Sulaymondan shu Davudning xotinini o'ziga xotinlik qilib berishni talab qilgan vaqtida Sulaymon deydi, o'limga mahkum qilman deb. Chunki bu atasining xotinini o'ziga xotinlik qilish yoki o'zi atasining xotini bilan zina qilish, yoki bunday ishlar atasining taxtiga, atasining huquqiga tajovuz qildi. Asli atasining xotinlari miros qilgan, atasining xotinlari o'zining taxtiga varis qilgan o'g'lining tavalligida bo'ldi emas. Bu boshqalarga qalamqa xotinligi bas bo'lmaydi, boshqalar bilan munosabat qilib bo'lmaydigan shuna bir nima. Lekin bu yerda Adoniya atasining xotinini o'ziga xotin qilib berishni talab qilishi, ana shu Sulaymondan taxtni talashganlikka o'xshash shuna bir voqeaga o'xshash bo'lganligi uchun bu Sulaymonmu shuni deganligini ko'ramiz. Bu endi birinchi podshohlar 24-chi bob, ya'ni 2-chi bob 24-chi oyatlarda buni voqealar bor. Endi buni tushunsin deb sizlarga ham deb yani konektining boshqa yerlardan sizlarga misol elib berdim. Qisqasi Rubenning bu qilgan ishi otasi Yaqubga bo'lgan bir hurmatsizlik, ya'ni sharmanda qilganlik bir ishi. Shu ekanligini ko'ra olamiz. Endi bu yerda oxirida Yaqubning o'g'illarini tekrorlaydi va oxirida Isoqning olamdan o'tganligini deydi bu yerda. Yaqubning otasi Isoqning yeniga, ya'ni Yaqub otasi Isoqning yeniga, ya'ni Mamre'ga kelgan vaqtida, ya'ni Hebronda İbrahim bilan Isoq turgan joy, ya'ni shu nimalar turgan joy, shu joyda Isoq 180 yosh umr ko'rib shu joyda vafot bo'lganligini, bu yerda o'g'illar Aso bilan Yaqubning dafn qilganligini deb aytadi. 180 yoshda Isoq vafot bo'lganligini. Biz qaraydigan bo'lsak, Isoq Yaqub bilan, ya'ni baxt duosi, Yaqubning aldamchiligidan keyin baxt duosi qilgan vaqtlardan keyin bu Isoqning ovozi, ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabati, shu ya'ni qo'shkiz yapal tug'ilgan vaqtida keyin quduqlan shu yerda to'xtab qolgancha, undan keyin Isoqning ko'p nimasi yuz bermay, ko'p chiqmaydi, ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabatim chiqmaydi. Biz Ibrohim bilan solishtirsak, Ibrohim toki vafot bo'lganga qadar Xudo bilan nihoyatda Xudoning va'dasini ching tutib yashaganligini biz qayt takrorlagan. Toki vafot bo'lgan qadar ishlarini nihoyat Xudoning va'dasi, ahdisi bo'yicha bir taraf qilib, andan keyin vafot bo'lganligini biz ko'ramiz. Lekin bu Isoq bo'lsa, biz oldin qatim Isoqni deb o'tgan vaqtimizda u ya'ni ko'zlari ko'rmay qoldi degan vaqtida buning ruhiy ko'z ekanligini, ya'ni Xudo bilan bo'lgan munosabatining shunday xalqi nima qilgan, paspalat tushib qolgan, Xudo bilan munosabatining bir burunqidek holat emas, balki chekinganligini biz degan o'tgan edik. Ya'ni ruhiy ko'zining qarong'ulashganligi, farq etmasligi, bu Xudoning so'z haqiqatlarini shunday bir farq etish qobiliyatining tuvalab ketganligi bo'lsa, Xudo bilan bo'lgan munosabatdan chekinganligini deb o'tgan edik. Shundan keyin Isoqning nimasini ko'rinmaydi. Biz qaraydigan bo'lsak, shundan keyin bu Yaqubning onasi Ribaqami Yaqubni shu qadar yaxshi ko'rgan bilan o'g'lini bir evatgancha men sen qaytarib kelman degandan keyin bo'lsa, bu Ribaqa shundan keyin bu nimada qaytadan ovozi chiqmagan, qaytadan ko'ramaydi. Biz shu vaqtda biz degan edik, ya'ni Ribaqaning bu qilgan ishlari, bu Isoqning bu nimalari tufaylidan bularning qilgan oilasining badali degan o'sha vaqtida Ribaqami o'zi yaxshi ko'rgan bu o'g'lini qaytib ko'ramaydi deb shu vaqtda ta'kidlab o'tgan o'sha Ribaqami qaytib chiqmaydi. Isoqmi bu yerda 180 yoshda vafot bo'ldi. Bu yerda nimani ko'ra olamiz desak,
biz qaraydigan bolsak, Yaqub payg'ambarning qandaq odamlikdan, qandaq Xudo uni qandaq tarbiyalab, qandaq o'zgartmaganligini biz azozin ko'ryapmiz. Sahnimi ko'rdik. U dastlabki Xudo bilan yana u Sahmon atысы, yani qursug'idagi vaqtida, yani kichigidan boshlab itgacha oilasi cho'ng bo'ldi deb turish vaqt baho bergan edi Saqqa. Lekin cho'ng bo'lgancha, yoshlangancha Xudodan yiroqlashib ketgan ahvolini ko'rgan edik. Biz bayam ham Davudning ham shuna qanday zina qilgan ekan. Basaba bilan bo'lgan munosabatdan keyin Xudo bilan qanday yiroqlashib, uning qanday nadonlarcha bir hayotida nadonlash qilgan ishlarini biz ham ta'kidlab o'tdik. Shuning o'xshash biz Herkes tünögünkü itkadımız ve burunki itkadımız bugünkü itkadımızga baha beremeydi. Bugünkü itkadımızın mı burunki itkadımızga o'xshash ekanligini ko'rsatib beremeydi. Şunun o'xshash biz her gün Xudoning oldida o'zimizni isloh qilishni biz unutib qolmasligimiz kerakligini ham bu yerda muhimligini yana bir qatim ta'kidlab o'talaymiz. Şunun o'xshash biz kunda Xudoning oldida, ya'ni Xudoning so'zi oldida Xudoning so'zi bizga nur bo'lib, bizga aynak bo'lib, bizning gunohlarimizni, bizning qandoq odam ekanligimizni, bizning qilganlarimizning haq yoki haq emas ekanligini, Xudo xursand qilgan ekanligini yoki o'zimizning orzu havasidan chiqqan ishlar ekanligini, shularni farq etalaydigan bo'lishimiz uchun kunda Xudoning so'zini tahlil qilishimiz, cho'nqur tushunishimiz, Xudo bilan cho'nqur munosabatni bog'lashimizning naqadar muhimligini men izchil ta'kidlayapman. Shunga o'xshash biz shunday Xudoning so'zi bilan kunda o'zimizni isloh qilmasak, burungi e'tiqodimiz hargiz bugungi e'tiqodimizga vakillik qilolmaydi. Keyingi kunlarimizning ham burunga o'xshash bo'lganligiga vakillik qilolmaydi. Shunga kunda albatta Xudo bir chaqirgan odamni tashlab etmaydi deymiz. Balki tashmaydi, Xudo o'zi chaqirgan bandasini o'zi yetaklagan, bandasini yetaklabmaydi. Lekin biz Xudoning so'zini biz o'zimizning qilmasak, qalbimizdan o'rin og'izib Xudoning so'zini hurmatlab, uni menga qilgan amr, farmon, men cho'qim qilishga tegishli bo'lgan ishlar deb turib, uni bir jiddiy holatda o'zimizga olmay turib, uning sal qarasak qana oqibatlar bo'lganligini biz saxtim nima Asavningmi tunji huquq miros huquqi sal qaradi degan vaqalarni biz ko'p so'zlab o'tgan. Şunun o'xshash bizga Xudoning so'zini kunda nur, Xudoning so'zi bo'lgan shu nur oldida o'zimizni tekshirib isloh qilib turmasak, Xudoning so'zidan yiroqlashgancha bizning ko'zlarimiz ko'r bo'lib, ya'ni ro'yitimiz qorong'ulik ichida. O'zimizning ro'yitimizning qorong'ulik ichida shu anqarash qobiliyatimizga, Xudoning so'zidan kelgan anqarash qobiliyatining chekinganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Men yana bir qatim ta'kidlasam, ya'ni panda nasihatlar bo'lsa, biz cho'qim o'qib, cho'qim tigi yetib o'rganish tegishli bo'lgan mazmunlar na'lar desa, qonun sharhi birisi. Chunki biz Xudoning Xudoning so'zini tushungan vaqtimizda, aning ya'ni o'lcham nimaligini, nimaning haqiqat ekanligini, nimaning Xudoning amr farmonlari ekanligini biz to'liq bilgan vaqtimizda, anankin hayotimizni uningga qarab, uningga ulgi qila olamiz emasmi? Shunga qonun sharhini cho'qim biz qayta o'qib tushunish tegishli bo'lgan kitob qonun sharhi. Boshqalarni albatta muhim, lekin eng muhim yana cho'qim o'qib o'qishinglar. Cho'qim o'qib o'qishinglarni tavsiya qildim, ya'ni cho'qim o'rganishinglarni tavsiya qildim. Qonun sharhi, anankin bu fan nasihatlar men nima uchun yaqindan ta'kidlayapman desa, bu fan nasihatlar hayotlik, ya'ni insoniyat hayotidagi bu hayotimizni, yer yuzidagi hayotimizni qanday yashash, hayotlik yo'limizni, hayot turmushimizga har bir ishlarda, mushuna nimalarda bizga bir yo'l yo'ruq, bizga bir yo'l ko'rsatadigan, bizga nisbatan bir hamroh, bizga nisbatan nayt bir nima deymiz, panda nasihatlar degan so'zlarni ko'rib o'talaymiz. Shunga o'xshash haqiqiy hayotlik aql farosatini o'rgatadigan kitob shu dal panda nasihatlar. Biz Yahudilarni aqlli bir millat deymiz. Nima uchun bilamsizlar? Shunga o'xshash bu Yahudilar bolalari 4 yoshdan boshlab tunji qatim o'qitadigan kitobi shu panda nasihatlar bilan lavila qismi. Panda nasihatlar bir qarasanglar tepishmoq o'xshaydigan kitob. Shunday o'qisanglar shu so'zlar takrorlangandek bilishinglar mumkin. Yani bir o'qiblar ikkinchi qatim kitob yapsanglar balki insonlar qolmagandek bilish mumkin. Lekin bu kitobning tuzilishi bor, bu kitobning nimasi bor, markaziy idealari bor, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan. Lekin bu kitobning tegi-tegida nihoyatda aql farosat, shu donolik, sizlarning qanday yashash, e'tiqod yo'lini qanday yashash, shunday bir mazmunlar sizlarning hayotingizga, e'tiqod hayotingizga yetakchi bo'lgan kitob bo'lsa, dal panda nasihatlar. Shu men endi bu panda nasihatlarni 9-bob kichalik men to'xtab qoldim, chunki
birinchi babdan 9-chi babgacha nihoyatda muhim. Buni men keyingi kunlarda birinchi babdan 9-chi babgacha ayrim bir dars qilib chiqaray deb shuni hozircha keyingi qismlarni men hozircha to'xtatib qo'yib turdim. Shuning uchun shunaqa bo'lsa, sizlarning fan nasihatlarni doim ko'rib, uni tegi-tegidan tahlil qilib, so'zlarning har bir so'zning ma'nosining nima ekanligini cho'nqur tushunib, shuna bir o'qib chiqishinglarni men umid qilaman. Bu degan bizning aql parastimiz, hayotlikdagi aql parastimiz fan nasihatlar desekmi bo'ldi. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun yana ushaq so'zlar bilan o'zirab chiqlab ketdi. Shuna bo'lsa-mu, sizlarning bu so'zlar, ya'ni bugungi mazmunlar orqali yana sizlarning Xudoning yetakligida sizlarning hayotingizga azroq bo'lsa-mu, e'tiqodchilik yo'lingizda azroq bo'lsa-mu yordam bo'lishini umid qilaman. Ma'qulamiz biz keyingi sonda ko'rishaylik. Keyin qatim ko'rishgacha minglar omon bo'linglar. Xudo sizlarga salomatlik, tinchlik, ham shunday Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha, ro'shan qalb, aql, farosat, donolik ato qilishini tilayman. Hammalar uchun duo qilaman. Biz keyin qatimda ko'rishaylik. Aman bo'linglar.